Shakarliligi unchalik yirik emas, maydaroq. Rangi ham joy unaqa ko'rimli bo'lmasligi mumkin. Mana ichida asali chiqib qolibdi. Lekin bu sort yaxshi tomoni juda ham shirin, go'shi qo'yiq bo'ladi. Mana ichini holati, go'shi qo'yiq, juda ham shirin, shakarliligi juda ham yuqori. Eng shirin sortlar, yani kimga haligi rosa shirin sortlar yoqadigan bo'lsa, aynan shu sortni tavsiya qilaman.